Mana do'stlar, qani operator yaqinroq olib keling, mana ko'rsating. Xudo xolasa, shuncha mehnatimiz mana 1000 ta obunachiga erishdik YouTube'dan. Bizni shunchalik qo'llab-quvvatlab kelayotgan videolarimizni muntazam ko'rib, fikrlar bildirib, layklar bosayotgan hammaga, tanish birodarlar, uzoq yaqindan ko'rayotgan aka-ukalarga hammaga rahmat deymiz. Xudo xolasa kelgusi ishlarimizda, ijodlarimizda bundanda ko'p obunachilarga erishib, yaxshi kontentlar qilishga harakat qilamiz. Videoda xato va kamchiliklar, ijodimizda xato va kamchiliklar bo'lsa, albatta oldindan uzr so'raymiz. Bizni yanada qo'llab-quvvatlab turinglar. Biz albatta hammasini sizlar bilan birgalikda bajaramiz. Sog' bo'linglar. Aytgancha yana bir gap, o'sha mashhur YouTube qiroli Mr. Beast ham ijodlarini boshlang'ich paytlarida shu darajada boshlaganki, asta-sekinlik bilan o'sish bo'lgan. Faqat harakatga bog'liq, harakat qilsa hamma narsa albatta bo'ladi asta-sekinlik bilan. Biz xudo xolasa boshlagan yo'limizda davom etamiz. Bundanda baland cho'qqilariga mana endi 1000 ta bo'ldik. Bundanda keyingi ijodlarimizda 100 ming, 1 million, 1 milliardgacha yetguncha biz harakatdamiz. Yana bir gap, bizni do'stlar jamoasi qo'llab-quvvatlab kelayotgan do'stlarimizga addisha rahmat deymiz. Mana bu yerda Munorbek va uzoqdan ko'rib, Rossiyalarda turib, bizni kommentariyalarda banglatib, poddeshka qilib turgan do'stlarga hammasiga rahmat deymiz. Va shu qatori operatorimiz ham bor, mana Sherzodbek. Buni ham o'zining kanali bor. Bularga ham podpiska bosib, obuna bo'lib qo'yasizlar. Sherzodbek Jo'rayev do'stimiz. Like'dan mos qo'yinglar. Xudo xolasa biz yanada yaxshi chiroyli joylar, nafaqat Qirg'iziston, O'zbekiston, Tojikiston, qayerga borsak chiroyli joylarda ma'lumotlarni sizlarga berishga harakat qilamiz. Videolarni kuzatib boringlar. Albatta fikr qoldiringlar, like bosib, kommentariy yozib bizni qo'llab-quvvatlab turasizlar degan umiddamiz. Xudo xolasa yaxshi kunlarda ko'rishguncha sog' bo'lasizlar. Let's go.